Menga bir mana shunaqa bulutli havo bo'lib qolmasin-da. Mashaalloh, hozir men bitta ko'rsatayman bu tarafda sizlarga. Qani. Oy deydi-on. Havo mana, mashaalloh. Qanaqalarkim mana. Bu qaranglar. Mashaalloh. Voh. Hozir mana tarafni ko'rsatib turibdi. Mana bulutlarni tevasida yashaysizlar va kelsalaringiz ham mana va oyitlar bulutlar bizdan pastda turadi mana shunaqa bulutlar. Ha boring bizdan. Biz yon yerimizda xullas. Mana bulutlar ketyapti. Mashaalloh. Qanaqa qilib bu go'zallikni yetkazib beraman sizlarga. Mana bulutlar nima deyapti? Dugon resort bo'lsa shunaqa bo'lsa-da, maqtavraman-da, hab o'ylaysizlar, kelinglar endi nima bo'lyapti o'zi. Mana shunaqa gap. Alhamdulillah, mehmonlar o'zi to'g'ri yomg'ir yog'ayotganda hamma ichkariga kirib oladi. Joylarni bron qilasizlar. Assalomu alaykum. O'zi bizga odamlar shu yomg'ir uchun keladi. Shu Shohmardonga yomg'ir uchun, bunaqa go'zal tabiati uchun, mashaalloh. Nima deydi? Xullas bu manzarani endi aytimdek videolarda ko'rsatib tushuntirib bera olmayman-da, qanaqa bo'larkan. Qanaqa, ya'ni telefonda ko'rgan boshqa, mayda nafas olgan boshqa. Albatta 2 soat uxlasangiz, shaharda 8 soat uxlagan kuchini olaverasiz. Endi xullas yomg'irda Allohning rahmati yog'adi, duolar ijobat bo'ladi. Har bitta yomg'irda farishtalar olib tushadi bitta. Demoqchimanki, duolar mana shuning uchun ham chetda ijobat bo'laveradi. Assalomu alaykum. Xo'p, 10-may. Mana. Ohoda qaraydi. Mashaalloh, yomg'ir yog'yapti. Havo qalay ekan? Videoga olaymi keyin, yaxshimi, gapirasizmi? Gapirmaysiz. Mana olmadim keyin. Qalay dam olyapsizlar? Yaxshimi? Aka, qalay dam olyapsizlar? Aka zo'r. Havo zo'rmi aka? Havo vashim, atmosfera vashim zo'r. Tavsiya qilaverasiz. Ha, tavsiya qilaman. Yomg'ir ham boshlab-da, na oxiri. Ha, xudo xolisa. Salomat bo'linglar. Mana shunaqa havo, mana tog'lar bekib qo'ygan, mana bulutlar pastga tushib. O'zimizga ham borib yomg'ir. Bizga ham boribdimi shaharga? Zo'r. Zo'r. Lekin bizga o'samdek pastda bulut yurmaydi yonimizda. Atmosferada ham mashum bomba. Shunaqa gap.